Tayyorligini bildiradimi? Xarichalar chiqqani bular mana shu nishonlarning tayyor bo'lganini bildiradi. Bildiradi shunga. Qo'qon Latif shahriga keldik. Murodjon aka nishonlachini xonadonlariga keldik. Yuringlar, tanishtiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ana. Murodjon aka hormang. Kelinglar. Biz ushlab turgan narsamiz chilcho'p deyiladi. Chilcho'p? Biqti novdasidan bo'ladi shoxida. Chilcho'p deyiladi. Ha, bitta mana chilcho'pda qiladi. Haligacha shunda qilasiz. Mikserda qilinmasligining sababi ko'pi bo'sh bo'lib qoladi. Bunda qilingan sababi bunda ko'pi mustahkamroq, baquvvatroq bo'ladi. Qiyom cho'kmaydigan holatda bo'ladi. Bu endi o'sha bizga 4-avlod bo'lganda Sobirjon opog'imiz qilishgan, Sodiqjon opog'imiz qilishgan, mana Mahmudjon dadamiz qilishgan. Biz davom ettiryapmiz 4-avlod bo'lib. Shu narsani xalqqa chiroyli qilib, halol qilib yetkazib berishlik, odamlar xursand qilib ko'nglini olishlik. Mana shu jarayonimiz endi hozir 1,5 soat davom etadi shu. Chilcho'pda. Mana shunda 1,5 soat davom etadi. Ustozimiz endi opog'imiz dadalar, Sobirjon opog'imiz bo'ladilar, keyin Sodiqjon opog'imiz, qolaversa keyin qolgan dadamdan o'rganganmiz. Biz 4-avlod bo'lib shu hunarni davom ettiryapmiz. Buni mehnatni, hunarni qilishdan maqsad shu nimani nishonlar qilishlikni davom ettirish. Qadriyatni davom ettirish. Hammasi qo'l mehnati, yo'q. Apparat nima yo'q, tabiiy hammasi qo'l mehnati. Bu mana hozir bizim issiq, to'g'rimi? Hozir tayyor bo'ldi-ku. Bu qachon уже iste'mol qilsa bo'ladi mana? Buni kech paytga 2 soatdan keyin iste'mol qilsa bo'ladi. Soviydi tayyor nishonlarimiz. Murodjon aka, nishonlarimiz tayyormi? Nishonlarimiz Qo'qon Latifdan tayyor. Karavan restoranlari tarmog'i uchun nishonlarimiz tayyor maxsus. Barchalarga Ramazon muborak bo'lsin. Ramazon muborak.